va rahmatulloh. Aziz hurmatli xayrsevarlarim, umidvorman sihat salomat bo'lsangizlar. Mana bugun biz alhamdulillah mana shu masjidga taqriban 1,5 yil bo'lgandir, ne? 1,5 yil ilgari burada bir quduq hufur qilgan edik. Mana bu holatga ko'rasizlar. Bu quduqni albatta yordam bergan kishilar Shimshok va qardoshlarimizdan tashakkur qilamiz. Ahmad va Amir Sabosh bu arkadaşımızdan teşekkür qilamiz ki mana shu quduqni bizga 1,5 yil ilgari projesini bergan edilar. Buning natijasiga alhamdulillah mardum bu mantiqaga istifoda qiladi. Quduqdan bir ro'shan ki bizden dediler 1,5 yil ilgari mana hozir ham ko'rasiz natijasini. Mardum mantiqa hammadan istifoda qiladi. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Kamchilik bilan bu masjid ham har farshga bilaniki ham uylari bor do'stlar. Ko'rasizlar, faqat mana shu masjid teshkarisi nima palastari qolgan va taydagi farshi qolgan. Xususan agar bulayda palastlarni hech kim qilib bermasa, shu farshini bizlarga olib bersa, shu namozimizda daqiq shu o'qiylik, o'rga bir hujra bor, namoz hujraga o'qiydi. Bular qonun taqriban 50 famil o'rga sig'maydi, joylari ko'p, kichik, ammo bunga tavonisi yo'q. Bular burada farsh olib taylasalar. Alloh rozi bo'lsin. Shuni farshiga hamkorlik qilingizlar. Alloh mutolaamalaringizga barakat. Mana ko'rasizlar, jami imomimiz ham bor, do'stlarimizdan, a'zolarimizdan va boshqa kishilar masjidda aqvomlari bor. Bu yerda yagona mushkullari fe'lan masjidga biri palastari qolgan ichkarini, ikkinchisidan al-muhim masjidni farsh qolgan. Xayrsevarlarimizdan yordam istaymiz, buzurg'alarimizdan. Albatta bilasizlar, shu yerga sizlar bir farsh olib bersanglar, bir birodarimiz kelib bir namoz o'qisa, inshaalloh sizlarga zaxira oxirat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin-ki, inshaalloh bir nafar, 2 nafar, 3 nafar har kimki iqdom qiladi mana shu ish uchun. Faqat agar mana shu ro'zamtayni bizlar farsh qilib bersak, bular kelib namoz o'qiydi inshaalloh. Allohning mutol xayrsevarlarimizga inshaalloh aytamiz, bizlar bu yerdagi mushkulotlarni sharh qilamiz. Haddi to'g'ri ko'shish qilamiz inshaalloh. Sizlarning bu mushkullaringizda xayrsevarlarga sharh qilib inshaalloh farshlaringiz ham bo'lsa va palastlar ham.